Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Xo'sh, mana akamiz asli uyushkari ikinci bölümümüz ekan. Savay birinchi bölüm. Savay birinchi bölüm. Birinchi bölüm. O'zi bu kishi hozir Rossiyadan kelganman deb da'vo qilyapti. O'zi gap bering endi. Ha, men Rossiya Tula shahridan Tak. ona yurtimga keldim. Kelib shu Toshtaxonni eshitib, xonadoniga keldim. Shu diskirija bilan o'tira olmay qolganman. Mana endi hozir eshitib keldik. Xudo xolasa inshaalloh. Sizlar ba'zidan vipsga qilindinglarmi yo qochib keldinglarmi? Bizda qochish bo'lmaydi. Bizda o'sha xohlagan. Vipsga qilindimi? Ha. Bu yerda doktorlar menga da'vo Yo'q, qildi. yo'q. Shanba bozor doktor bo'lmaydi. Biz dushanba chiqadi odamlar. Sizlar yana borasizlarmi yerga? Yo'q, biz hamma yo'qimiz qoldi. Biz Erta yotishlarga mehmon bo'lib, oshqo'ygan boshlalar bo'ladi. Hozir mana shu yerda hamma yechib yo'qotib tashlaymiz. Xudo xolasa inshaalloh. Hadrinchi jaribada aytding endi. Mana shu Tak. mana shu To'xtating, aytadiring. Xo'p. Motomonga ko'p berdimi og'riq? bu yerga. Nima bu? Bu yerda og'riq bo'ladi. Jiroviy. Topdingiz. Ha, bu yoshligimdan bor shular. Nossisi go'zal ekan. Sen Bor, bilamisiz? bor. Rahmat. Anaqa berayotgan hozir. Ha. Unga. Hop, to'g'ri tursangiz mana bu yerni ko'ramiz. Mana o'rtada turgan yoshyapti, lekin mana 3 ta barmog'imni qo'ysam, mochiga to'g'ri kelyapti. Amalda bitta barmoq bilan. Demak, 1,5 ta endi. 1 santimetr bu yoqqa jirib ketgan bo'yningiz. Chunki mayog'i oyoqda ehtiyot qilganingiz hisobiga. Ha, to'g'ri. Tak. Bu yoqda yaxshi, mana bu yoqda o'sha напряжение boshlanadi, masala bizda og'irlik bor. Endi qarang. Ayzni bunday tepaga qilib ko'taring. Beringizga or chiqadimi yo'qmi? Qani? Nimaga? Hozir unchalik emas. Ash ko'targan holatingizda zikringizni ko'ring. O, kuchaydimi? 10 tomonga berdimi? Ha. Endi chapga bering. Bormi? Yo'q, bunaqa beryapti. Bu ham 2 oy ham 10 ga beryapti. Endi qo'lingizni bunday o poros yetkin chizab yugurmasin. Yetmaydi. Yetga yerga orada qancha yetmayotganligini ko'ramiz. Hech qancha emas, 30 25-30 santim. To'ng'oza, men aytaman shu. Bo'ldi, men sizni tushundim. Endi qarang, usta, bayga o'tirasiz. O'tirib turib, qo'lingizni shunday qo'yib turib, 5 ta 4 ta barmog'ingizni bunday yonidan olib turib, bunday qilib tekis kirib qo'ying-chi. Hay, hop. Ana, ko'rdingizmi? Bu qatib ketgan temir bo'ldi, lekin bu buki ochilmayapti. Bu kishi o'zini organlarini, oyog'ini, qo'llarini ishlatyapti, lekin haqini bermayapti. Bu kishi tushundirib qo'ymasdi. Endi men senga haqini berasiz, necha dollar so'radi. Yoting Yetmaymi? nasabmas. Tanagramma yo'q. Holiq kelaverdingiz. Aka qo'l pastga beringchi, qani tuvlamidi? Haligi to'z vosem degan karabin ishlab chiqargan joy emas shu? O'tda shu. Bismillahirrohmanirrohim. Ana krestes bilan 5-pazonlarda o'rtasida chuqurligi yaxshi, lekin 5 bilan 4 orasida girija bor o'xshayapti. Mayda mashinaga ko'tarilgan, mana chuqur joy ko'tarilib ketgan. Bir mayda ashuncha напряжение borga mashitdi. Bu yerda motomonda bor. Qarang, mana telefon nimani anaqa nervlarni chiqargan nuqtasi og'ri bormi yo'qmi? Bor. Bu tomonda-chi? Ozroq bu. Ozroq. Bu tomonda ko'proq. Endi qarang, o to'r boshli mushkul degan narsa bor. Bor qanaqa? Ko'pmi ozmi? Bor, ozroq. Mana ko'proq, ha? Bo'ldi, tushunarli. To'r boshli mushkullaringizni напряжение bunda kattaga o'xshayapti, bunda yaxshiga o'xshayapti. Tak. Shipachalari yaxshi, tangalar. Menikislar joyida. Mikronoring mushsa, chap tarafda yumshoq, motorda nima bor. Ikki oyog'ingizni bir-biriga tovonni tegaga qilib jublang. Tak. Bu oyog'ingizni qachondir ko'proq sudlaganmisiz? Chap oyog'ingizni tizdan urib oldimi? Yo beliz og'rib bo'lmagan bunaqa narsa? Bilmayman endi. Хорошо, qarang. Dumg'ozingizni hozir ko'ramiz mana pasportini. Dumg'ozingizni pasporti chap tarafida kaltaning hisobiy motomada kattalarni ko'ryapti. Mana likkilab o'tyapti-yu. Siz yaxshimi likkilab? Boryaptimi shu? Vot asini yo'qotish uchun 2 tomchi qo'yaq bilan bunday massaj qilasiz. Cherizdan qilinmasa bir hafta yo'qolib ketadi. Men sekin nimani pasaytirib qo'yaman, dumg'odan o'zim olib turman. Qattiq olib kelsa ayting.
Tuğlanikiga o'xshayaptimi o'rdalar? Ha? Yo, Tuğlanikiga o'xshamayaptimi? Ha, jonim desiz. Qanaqasi bu mana? Gilyasi bor edi. Mana shunaqa dedim men. 2 marta urdi xolos. Endi mayda sizni 5 ta palonikiga tegmayman belligiga. Mayda nimaniki bor? Bu qovurmadan keladiganlar. Mashina sekin nima qilaman? To'y ketadi, qayerligini ayting. Ho. Nechiga girgansiz? Ay, 58 geldi. Mendan 10 yosh kichkina. O'sha bolalar ekan-a? Qarang. Tuğlanikiga o'xshayaptimi? Ay canım. Ne canım ben? Şurayım mı orada? Sekin uğrayapman onu. Ben var yapıyor. Ha şu bak ketyaptı mı tök? Ha. Boş ver. Boş sekin. Allah bunu. Aşağı onu tutar bir gösteriyor mu? Ama oraların o süngeli İngilizlerin üstüne bana. Ay canım. Ver şu an bilmez bana. Var ya ben oturuyor sana. Her bir udarımda milimetre oturuyor. Bu oldu. Baraketler. Kuşuyor ama ya bu adam. Ortada ne oluşuyor yapsın? Yok be. Aldı. Ay canım. Ne kadar? Oruslarınca ayamayın. Yaxşı kalkmasın olmadılar. Şöyle içken de etelle yaxşı. Lekin urushmasa ham yaxshi. Öyle yumshadi mana bu yerda. Endi usta qarang. Hayotdagi og'riqlarni nima qilamiz? Sinaymiz mana. Tashlayotgan chiqanaqlar. Haligi og'riq bormi yo'qmi? Yok. Baraka topib bo'lar ekanmi? Bu tomonda-chi? Bu nerede var? Dikçe bor. Tak. Hozir ashuni ham yo'qotishga harakat qilamiz. Sizcha qiyinchilik masjidda ekanda mana. Yallar pastda turibdi. Sal qattiqroq og'riydi, e'tibor bermaysiz. Voh. O tomonda og'riq bormi? Yengillabdimi? Ko'rdingmi? Ata qishirib joyiga kelib qo'ydi. Bo'yningizda ham anaqa qishirib bormi? Nima topib ekan. Qo'lingizni oldiga oling. Tak. Bunisini. Haligi pigunni katta narsalarni ko'taradi. Qarang. Ko'taradi. Tizani bukmasdan. Men pastga bosaman bitta mana. Siz tepaga. Qani ko'taringchi. Yaxshi ko'taring. Voh, kuch yaxshi. Belga olishayaptimi yo'qmi? Yok hozircha yok. Barakalla. Bel hali quvvatda. Bunisini endi. Yaxshi ko'taring. Yormi yo'qmi? Yok. Ko'rdingizmi mana? Belingiz nihoyatda chiroyli. Giryaliga qaramasdan. Bo'lsa, keyingi men aytgan narsalar bilan bu yerga qolgan. Endi-chi bo'yningizni to'g'rilash uchun mayga o'tirasiz, qarang. Ayingizni sangulatib, bu yo'lga qarab turasiz. Qarang, qo'rqmang. Risk emas, qo'rqmang dvijiya qilib. Taqamizga orqaga jilo. Bu uni ikki qo'l qovushtirib turadi bir-biriga. Mana men yerda kishili mana bu tomon pastda turibdi mana. Hozir men oldin jicha ochib olaman. O quloqlaringizni atizmaydi. Pazarlı. Qozovoy deyaveradi-da. Aniq aytadi, aniq. Ay. Bo'ldi. Tojivoy deyavermayaptimi? Bo'ldi. Qozovoy aka. Mana uni jicha men qo'rayman. Sal bu boshqalarga ko'ra boshqacharoq bo'ladi. Mana o'rniga kemaydi ham bor ekan bitta. Oy. Bo'ldi. Nima turing? O qulog'ingiz gapiraversin, lekin kagi boshqa bilmay qolaman. Menda supursam yo'q aka. Ana. Bo'ldi. Boshiga olib chiqdim. Sanang 60 ga doğru og'riq yuqori ketadi. Ya sana. Oy. Çarçada vereyim. Mana aka. Ulan soğumadı. Ha. Yağmur yağıyordu da şuna. Qor yo'qmidi? Yok. Bizda bir kun rosa yomg'ir yog'di. Endi bugundan sari chiqadilar. Tak, og'riq yo'qolmi boshdagi? Ha. Pavorot qiling, o'ntalarga faqat pavorot. Hali bitta to'shqaga chizib bormi tortib turgan. Ha, mayli, hozir. Hop, endi bu tomonga. Bu yerda yo'q ha? Bu ham mashinaga o'zi salik. Bir xilmi? Ha. Bosh qo'ying chiqani. Ha, menga bitta, ana bitta, iberga bitta. Oy. Jonim. La qanaqa? Yana buni pavorotga. Kalta esa bo'g'ibamchi, o'rniga tushiradi, to'g'ri. Ha, men yaxshi bo'lay deyman. Bo'ldizmi yaxshi o'zgardimi? Ha, yaxshi. Ashe nimalar o'rislar bizning ustozlarimiz bo'ladi. Repin komandasi. Leningradda bor, Moskvada bor. Juda ustozlari. Repin 21-yil Covidda o'tkazib qoldi. Juda ustalar. Ashe bu o'taniki repin ashtashga bo'lgan. Endi sal yapishtirmas o'zimda ko'tarishga chiqqanman. Oh, mana. Bari tikka bo'lib qoladi mana. Qanday qilib katta deydimi? Mana qilib yurincha ekan, katta ko'rshaman. Yengil bo'lib qolganingizni bilmay qoladi. Sal deydi.
Bakalım ya mağaç silken sen ko'tarmang uni. Bosib durar qo'lim. Ki her zaman ayağa düşürümünü mü köşesi 100 kilo olsa 50 kilo olmayan ne verirse. Yengiragani seziz mi? Hay. O naryadagi kollardan yaxshi bizki quruq bo'lsa. Onu yok Biz- aldım Spit tushga o'tirmaymiz. Endi moy yigitni ham ko'rgandan keyin mahsullarni engilani bizni hozirgi qilgan ishlarimizni ushlab turadigan поддерживающий zaryadkalarni o'rgatib qo'yaman. O'rislarda yurasizmi, Amerikada yurasizmi? Menga o'xshagan qo'pol do'stlarga ishingiz tushmaydi. O'zgarish sezganingizni bir og'iz manaqa o'zgardim o'z tan olgan holatda nima qiling? Bizni o'rgatmaydi. Xudoga shukr. Mana. Banishadan qochib ko'ruvdingiz. Qochib keldim. O'zgarish olib endi hech kim yo'qdi yerda. Ha? Hech kim yo'qdi. Bugun 4-kuni. O'zgarish bo'lyapti o'zimiz kuni. Mana shu yuyishib o'tiryapsan ham yuyishib qolyapti. Endi bo'lmaydi unaqa narsa. Ochib qo'ydim hamma yo'g'ini. Xo'p, Mana Allohga shukr. barakalla. O'zgarish bor. Nima inchiga yashayapman. Yo'q, u keyingi hozir o'rgatgan mahsulotlardan keyin bemalol yetadigan bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, like bosinglar albatta, kommentariy yozinglar, podpiska qilinglar. Boshqa kishi mana Rossiyada yurib kelibdi. Nasib qilganiga mayda ozgina o'zimizni seans o'tkazdik, o'zgarish borlik to'g'risida gapirib berdi. Xulosa o'zingizlardan. Ha, ixlos qilib Xudo Xudo Alloh shifosini bersin. Rossiyalarda qiylanib keluvdim. To'g'risi men Banisadan eshitib keldim. Mana hozir Allohga shukr. Undan beriga Alloh shifosini bersin. Hoji akam qo'lini dard ko'rmasin. Navbatdagi. Bek sar, ha.